Universitetimiz talabalarining bugun eng xursand qilgan narsasi bu nima? Operatek topshirganimiz, o'tganimiz. Sizda? Menda ham shu. Rahmat kattaga. Qizlar bugun sizlarni eng xursand qilgan narsa nima bo'ldi? Onam pul tashlab berdilar. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. To'yim bo'lyapti, shu mebelim kelganda o'shanda xursand bo'ldim bugun. Sizlarni eng xursand qilgan narsa nima? Ana insonni bir-biriga hurmati, bir-birini eshitish. Bugun meni eng xursand qilgan narsa bugun kontraktda oxirgi soniyalarda oxirgi vaqtda to'lab polni qutulganim. O'ngdan kirgan bo'lsang, chiq chapdan kirgan bo'lsang, chiq qon yalagan qassobga bor, nomatga bor, gazzobga bor. Bugun imtihon kirib chiqdi bo'ldi. TBC'dagi qarzimdan qutulganim deydi. Ortiqcha iste'mol qilish kerak emas. Imtihon bo'lgan, udan turganim. Xursand qilmadi. Kech imtihonga chiqib qo'ydim. Yo'q, bilmayman. Ekzamen 80% oldim. Imtihonda 50% olgan. Tabriklar siz-chi? Menda ham shu imtihon. Xafa qilgani borda. Aytavering. Xona istida yasha. Oylik ishdi bugun. Shetimizga kelgansizlar. Bugun faqat leksiya bo'lganini o'zi. Faqat leksiya kuni bugun. O'sha xursand qildi. Nima bo'lyapti? Ya o'zi shuni. Bor baba deyapman. Dars ko'p bo'layotgan aka. Bugun meni xursand qilgan narsa Sizlar Katastrofani to'liq tasavvur qilmayapsizlar. Что было у нас? Siz eng xursand Мирзака, у нас сегодня было. Да, Мирзака. Мирзака. qilgan narsa. Да. Ортопедия, да? Учитель. 3 ta para. Ball olganim. Shunimi? Darsga vaqtli kelganim. Ana yurayim ko'tarmaydimmi? Buni bo'ydiraman hozir.